Ko'rgan bo'lsanglar, men o'z ko'zim bilan ko'rib turibman. Zidanni hech qanaqa aybi yo'q edi. Poylan bir chekkasidan ketayotdi. Bir chekkasidan ketayotdi. 2 metr narida italiyalik futbolchi kelyapti. Shu birisi deb qo'ydi-da. Bu eshitib qoldi, endi biz eshitmadik. Shart to'xtadi. Nima dedi? Bu narsa dedingmi dedi? Shunday oldi keldi-da, ko'kragiga lazerni persel bilan jiq deb bitta qo'ydi-da. Nima deydi? Topi yerga tushdi-da, chala so'yilgan xo'rozday pitirladi qoldi, tamom. Bunaqasi bo'lmagan. Butun jahon devordi. Pitirlab bu yotibdi, sudya yugurib keldi, bakovoylar keldi, maslahatlashib, savishani bo'ldi. Katta qaror chiqarishib, qizil qog'ozni ko'rsatuvdi. Hey dedi, chempionatingga ham dedi. O'sha oltindan bo'lgan kubogingga ham dedi. Yurakda qarang, qo'rqmaganda qarang. O'yiningga ham dedi. Stadioningga ham dedi. Stadioningni direktoriga ham dedi. Sudyalaringga ham dedi. Ayniqsa bakovoylaringga dedi. Va meni tomosha qilib o'tirgan 150 ming tomoshabiningga ham dedi. Va televizorda ko'rib o'tirganlaringga ham dedi. Hammangga dedi. O'zbekda sharta chiqib ketdi. Hamma devordi. Endi Zidan tamom toshbo'ron bo'ladi, Fransiyaga kiritilmaydi deganda bo'lmagan gap. Ertasiga Italiya hamma esdan chiqib ketdi, chempion bo'lgan, hech kim eslamaydi hozir. Zidanni har kuni ko'ryapmiz o'yin televizorda. NTV qo'ysang ham kalla qo'yapti, RNTV qo'ysang ham kalla qo'yapti. Bu yoqqa olsang ham kalla qo'yapti, bu yoqqa olsang ham kalla qo'yapti. O'zbekiston birinchi kanali kalla qo'yapti, ikkinchi kanal yoshlar, sport, unisi, buni Toshkent kanali kalla o'chirib qo'ysang ham kalla qo'yapti-da.